Do'stlar, ipodrom mahallani yonbag'rida oddiy bir do'konni chet el darajasidagi hashamdor qilib ko'rganmisiz? Shunaqa do'konni hozir sizlarga kichkina obzor qilamiz. Gipsayat kompaniyasi qora grilyatorni o'rnatib ketdi. Yuringlar, men sizlarga sirini o'rgataman. Ketdik. Buni sirini sizlar bilasizlarmi nimada? Har bitta mijozga muhit yaratsanglar, o'zini komfort zonada hisoblaydi va sizning tovaringiz ham, mahsulotingiz ham sotilishni boshlaydi. Insonlarga komfort va muhit yaratib bersanglar, xursand bo'ladi va yosh bolalar ham kelib turib, arzimagan narsalarni xarid qilishadi. Hozir sizlarga bir chiroyli yana bitta sirini o'rgataman. Ketdik. Buni sirlaridan yana bittasi qora grilyator bo'ladi. Qora grilyator 2025-2026-yildagi eng trend osma shift. Yana bitta narsa. Mana bu svetlarni ko'ryapsizlarmi? Rangi oppoq emas, boshni og'ritadigan rang emas, limon rangda. Odamni o'ziga tinchlik va xotirjamlik baxsh qiladi. Kelgan inson nima olay ekan deb o'ylab o'tirmaydi. Bittada nuqtasini o'sha mahsulotga, oladigan mahsulotiga qaraydi. Ketdik. Bilaman, sizlar ham hashamdorlikni yoqtirasizlar. Mijozinglar kelib turib, zo'r odamlar kelib mahsulotinglarni, estetikadagi mollarni ham sotish xohlaysizlar. Bu uchun albatta muhit yaratishinglar kerak. Sizlarning remontinglarni, mahsulotinglarni jozibador ko'rsatadigan narsa bu osma shiftlar. Hoziroq shaxsiy xabar jo'nating, maslahatlashib olamiz.